3 yil sevishgan insonimga turmushga chiqdim. Lekin to'ydan keyin turmush o'rtog'imdan ko'nglim soviyotgandek tuyulardi. 20 kunlik kelinlik vaqtimda ishlardan charchab borib so'riga o'tirdim. So'riga yonboshlab ko'zlarim salgina ilinib qopti. Birdan kimdir men tarafga oyoqlarini sudrab yurib kelayotganini his qildim va o'rnimdan turmoqchi edim. Negadir hech qayrim qimirlamadim. Yurib kelayotgan odam yonimga kelib to'xtadi va bir muddat menga qarab turganini his qilardim. Xuddi nazarimda menga egilib qarayotgandek tuyulardi. Birdan itni ovozidan seskanib o'rnimdan turib ketdim. Ko'zlarimni ochib qaraganimda yonimda hech kim yo'qligini ko'rib, battar qo'rqdim. Hovlini chekkasida boylanib turgan it men tarafga qarab vajohat bilan urardi. Qo'rqqanimdan uyga yugurib kirdim. O'sha kuni kechasi turmush o'rtog'im bilan uxlayotgan edik. Turmush o'rtog'im meni quchoqlab uxlayotgan edi. Qattiq silkinishdan va turmush o'rtog'imni baqirishidan uyg'onib ketdim. Turmush o'rtog'imdan nima bo'ldi deb so'raganimda, oyog'imdan kimdir qattiq tortdi deb javob qaytardi. Ikki qarich yostiqdan pastga tushib qolganidan turmush o'rtog'im aldamayotganini, oyog'idan rostdan ham kimdir tortganini his qildim. Va ertasi kuni biz domlaga o'zimizni o'qitgani bordik. Domlaga borib shuni tushundikki, kimdir menga amal qilgan amalini bizni spalni xonaga yashirib ketgan. Baxshi amal qilganida o'sha odamning uyiga jinlarni jo'natarkan. Meni oldimga kelgan jin esa menga oshiq bo'lgan. Turmush o'rtog'imdan meni rashk qilib oyog'idan tortgan ham jin edi.